Bismillahirrohmanirrohim degan so'zni bilasizlar, doim ishlatamiz. Ar-Rahman, Ar-Rahim Allohning ismi mehribon degan ma'noni bildiradi. Bu dunyoda hammaga mehribon, qiyomat kunida faqat mo'minlarga mehribon degani. Bu dunyoda hammaga mehribonligi yaxshiga ham, yomonga ham rizqini beradi. Bola so'rasa bola beradi. Iymonsizga ham rizqini beradi. Butun jonzotga mehribon bu dunyoda. Narigi dunyoda esa endi faqat mo'minlarga mehribon bo'ladi Alloh. Iymonsiz, Xudoga unamaganlarga endi qiyomat kunida qilmishiga yarasha jazo beradi. Bu Bismillahirrohmanirrohim degani mehribon Allohning nomi bilan boshlayman degani o'zbekchasiga. Payg'ambar alayhissalom shu so'zni aytmasdan ish qilmaganlar. Bu bizga ta'lim, dars, ham odob, ya'ni musulmon odam bismillah ish qilmaslik kerak. Bizda bismillah deydi. Shuni iloji boricha o'sha lo demaslik kerak, bismillah demaslik kerak. Lo desak ham bismillah deyish kerak. X'ni aytish kerak oxirida. Ismingizni noto'g'ri aytsa g'ashingiz keladi. Meni ismimni noto'g'ri aytsa g'ashim keladi. Shuning uchun oxirida h borda harf. Diktantda Alloh deb yozsangiz, u xato hisoblanadi. Diktant yozamiz-ku. Aytilishida boshqacha, yozilishida boshqacha so'zlar bor-ku. Shunda diktantda Alloh aytadi deb aytsangiz, yozsangiz yoki Alloh taolo aytadi desangiz, u xato. Alloh taolo aytadi. Oxirida x'da albatta aytish kerak. Ya'ni shun Allohning nomi bilan boshlayman deb biz ham so'z boshlashimiz kerak. Chunki odob shu. Alhamdulillah degani. Buni ham bilib qo'ygan yaxshi. Buni ham alhamdulillah deb bo'lmaydi. Alhamdulillah oxirida h bor bunda. Ya'ni alhamdu keyin lillah yoziladi. Allohga shukr. Alloh uchun hamd degani o'zbekchasiga Xudoga shukr degan. Xudo o'zi forsiyu. O'zbeklar ham ko'proq Xudo deymiz. Xudo degani o'sha Alloh degan. Tangri adashmasam buni turklar aytadi. Tangri taolo deydi. Tangri deganda o'sha arabiysiga Alloh bo'lsa, Tangri turkchasiga. Xudo deymiz gohida. Xudo o'sha Alloh. Buni forslar shunaqa Xudo degan. Alhamdulillah degani Xudoga shukr. Nimaga desa, ala kulli hal sival kufri va dolal. Hamma holatimizga Xudoga shukr bo'lsin. Kasalman-ku desa mayli shukr bo'lsin. Pulim yo'q-ku, Xudoga shukr. Bolam yo'q-ku, Xudoga shukr. Faqat Xudoga shukr deb bo'lmaydi. Nimaga desa, adashuv yo'llariga, kufr yo'llariga, noto'g'ri yo'lda yurgan, alkash, narkosh, o'g'ri, firibgar, zinokor, fohisha, u o'zini yo'liga alhamdulillah deb bo'lmaydi. Unga na'udhu billah yoki a'udhu billah deydi. O'zbekchasiga na'udhu billah degani Allohning ismi bilan shaytondan panoh so'rayman degani. So'raymiz degani. A'udhu billah degani o'zimiz yakkaga aytgan bo'lamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim deymiz-ku. Ya'ni ar-rojim bu joyda o'sha tosh otib haydalgan shaytonni vasvasasidan, yomonligidan Allohning ismi bilan panoh so'rayman degani. Ya'ni kasallikdan ehtiyot bo'lish uchun doktorga borganimizdek, shaytondan ehtiyot bo'lish uchun Allohni eslash kerak. Ya'ni shayton menga hujum qila olmasin. Menga vasvas degani allazi yuwasvisu fi sudurin nasda yodlagansizlar. Qur'onning eng oxirgi oyati
allazi yuvasvisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas keladi. Ya'ni insonlarning ichida vasvas qilib, gunohlarni chiroyli ko'rsatib, ibodatlarni qiyin ko'rsatadigan shaytonni bizni taklifoti, bizga bo'lgan taklifotini vasvas deydi. Ya'ni yomon yo'lda yurgan odam shundan panoh so'rash kerak. Ey Xudo, shaytonni vasvasidan o'zing saqlagin deb. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Birinchisi yo'g'on so deydi, ikkinchisi to'g'ri sin. Vassalatu vassalamu bo'ladi. Ya'ni salovat va salomlar, duo va salomlarimiz bo'lsin. Kimga desa, ala rasulillah. Allohning elchisi payg'ambarimizga duo va salomlarimiz bo'lsin degan. Keyin Rasululloh alayhissalom birorta odam bilan besalom muloqot qilmaganlar. Shuning uchun ahamiyat bersalaring, doim domlalar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu deydi. Keyin sizlar ham eshitganlar va alaykumussalom va rahmatullohi va barakatuhu deb qo'yishlar kerak. O'zbekcha tarjimasi assalom bu Allohning ismi. Abdusalom degan ismlar bor, bilasizlar. Abdusalom, Abdusalom. Ya'ni bandalarga tinchlik va xotirjamlik beruvchi Allohning quli degani Abdusalom degan. Ya'ni assalomu alaykum degani sizlarga tinchlik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin va